Diqqat, taniqli aktrisa Saida Rametova haqida hozirgina noxush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Yil sayin saraton kasalligi bilan og'riganlar soni ortib bormoqda. Mutaxassislar prognozlariga ko'ra 2050-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 35 million kishiga yetishi kutilmoqda. Bu esa global sog'liqni saqlash tizimi oldida jiddiy chaqiriqdir. Shunga qaramay, saraton mutlaqo davosiz dard emas. Uni erta aniqlash, oldini olish va samarali davolash usullari mavjud. So'nggi yillarda O'zbekistondagi ayrim aktrisalar ham mazkur tashxisni boshdan kechirgan bo'lib, o'z vaqtida o'tkazilgan tibbiy muolajalar natijasida sog'lom hayotga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Saida Rametova: begona yurtda qolib ketmaslikni, tezroq oilam bag'riga qaytishni istardim. Aktrisa Saida Rametovaga 2020-yilda 2-darajali ko'krak saratoni tashxisi qo'yilgan. 2020-yil butun dunyo uchun sinovli yil bo'ldi. Ayni pandemiya avjiga chiqqan paytda bir guruh ijodkorlar bilan Turkiyada Jaloliddin Manguberdi serialda suratga tushayotgandik. Uydagilar qo'ng'iroq qilib ketma-ket qaynsinglim va tug'ishgan opamdan ayrilganimni aytishdi. Yaqinlarimni so'nggi manzilga kuzata olmadim deb rosa yig'ladim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay chap ko'kragimda og'riq paydo bo'ldi. Shamol tegdi deb taxmin qildim, ammo og'riq zo'rayib boraverdi. Tohir Saidov shifokorga ketayotgan ekan, men ham ko'rikdan o'taman deb unga ergashdim. Tohirni 5 daqiqada ko'rikdan o'tkazishdi, meni esa ancha vaqt tekshirishdi. Keyin professor menda 2-darajali ko'krak saratoni aniqlanganini ma'lum qildi. Kasallik haqida o'ylaganim yo'q, faqat begona yurtda qolib ketmaslikni, tezroq oilam bag'riga qaytishni istadim. Xayriyatki, bir necha kundan keyin Toshkentga charter reys bilan samolyot uchadigan bo'ldi. O'zbekistonga qaytib muolajalar oldim. Shu kungacha bir necha marta kimyoterapiya, undan keyin nur oldim. Ahvolim ancha yaxshilandi, deydi aktrisa. Ra'no Shodiyeva: Turkiyadagi kasalxonada 4 marta hayot bilan xayrlashganman. Ra'no Shodiyeva: Turkiyadagi kasalxonada 4 marta hayot bilan xayrlashganman. Turkiyada davolanayotgan paytimda eng kamida 4 marta hayot bilan xayrlashdim. Hatto shifokorlarning o'zlari ham yaqinlaringizni, turmush o'rtog'ingiz va bolalaringizni chaqiring, ular siz bilan xayrlashishga ulgurishsin deyishgan. Shunday gaplardan keyin men hamma narsaga tayyor edim. Organizmim, immunitetim charchab qolgan edi. Hayotdan ketayotganimni qabul qilib bo'lgan edim. Kunlardan birida erta tongda ko'zimni ochdim va o'zimga: sen nima qilyapsan? Qayerga ketmoqchisan? To'g'ri, farzandlaring sensiz ham yashashda davom etadi, lekin o'zingchi yashashni istamaysanmi dedim. Shu tarzda o'zim bilan o'zim suhbatlashib, o'zimni yerga tushirdim. Avvalambor Alloh, lekin inson kasal bo'lganida o'ziga rahmi kelmasligi kerak. Imkon qadar kurashish kerak. Shifokorlar mening yashab ketganimni mo'jiza ekanligini aytishdi. Birinchi operatsiyadan keyin metastaz kuzatildi va meni ikkinchi operatsiyaga tayyorlay boshlashdi. O'shanda Men Darman Jaloliddin serialining 2-fasli syomkasi boshlangan edi. O'rnimga boshqa aktrisa olishsa mendan ham yaxshi o'ynab berardi balki, lekin men obrazimni boshqa aktrisadan qizg'andim. O'shanda prodyuserlarimiz menga qo'ng'iroq qilib, o'zingiz o'ynab bera olasizmi deyishdi. Men esa faqat ma'lum shart-sharoitlar asosida ishlay olishimni aytdim. Mehmet Bo'zdaq: rolingizni o'zingiz o'ynab bersangiz mamnun bo'lar edik dedi. Shu gaplar ham menga katta turtki bo'ldi. Shifokorlar menga 8 soat davom etadigan kimyoterapiyani qilishdi. Undan so'ng esa 42 soatlik boshqa kimyoterapiyani ulashdi. Men salkam 3 kun mobaynida kimyoterapiya olib yurganman. Bo'ynimga osiladigan sumkachaga ximiyani solib qo'yishardi. Men o'sha holatda sumkani kiyimlarim tagiga yashirib, serialda suratga tushganman. Sobirjon Rahimjonov: ruhiyat butun tanani boshqarar ekan. Tomoshabinlar aktyor Sobirjon Rahimjonovni opa-singillar serialdagi mehribon qaynota roli orqali yaxshi tanishadi. 84 yoshni qarshilagan aktyor hamon taklif etilgan rollarni rad etmaydi va dublyaj jarayonlarida ham ishtirok etadi. 11 yil avval shifokorlar uni hayoti nihoyalanayotganidan ogohlantirgan edi, ammo unday bo'lmadi. 70 yoshni qarshilab biror marta kasallikdan aziyat chekkan inson emasdim. Ayni opa-singillar serialining suratga olish ishlari avjiga chiqqan paytda qulog'im orqasida no'xatdek tugun paydo bo'ldi.
7-son shahar kasalxonasiga borib ko'rikdan o'tsam, shifokor bitta ukol bilan tugun yo'qolishini aytdi. Afsuski, muolajadan so'ng kichik tugun kattalashib ketdi. Shoshilinch Respublika onkologiya markaziga yuborishdi. Tahlillarning bari saraton kasalligiga chalinganimni ko'rsatdi. Aslida bu tugunni jarrohlik yo'li bilan olib tashlamasa, ahvol yanada og'irlashishi mumkin ekan. Shu bois tahlillarni shvetsariyalik mutaxassislarga yuborishdi. Bir haftadan keyin tugun asosiy qon tomiriga juda yaqin, operatsiya qilish xavfli degan javob xati keldi. Shundan so'ng davolash ishlarini boshlashdi. Har oy bir hafta davomida kasalxonada yotib davolandim. Umumiy hisobda 14 ta kimyoterapiya va 18 marotaba nur amaliyotlarini oldim. Qattiq tushkunlikka tushib qolgandim, ammo kasalxonadagi bemorlarning ahvolini ko'rib Yaratganga shukr aytdim. U yerda hali yoshiga to'lmagan go'daklar, chimildiq ko'rmagan yigitlar, emizikli onalar ham bor edi. Opa-singillar serialning suratga olish maydonchasiga kelib, kayfiyatim ko'tarilardi. Aktyorlar jamoasi ko'nglimga qarab yupatishga urinishardi. Doda o'lib qolmasinlar, serialni tugatib olaylik degan gaplar ham qulog'imga chalindi, ammo ranjiganim yo'q. Haqiqatdan ahvolim havas qilgudek emasdi. Shukrki, umrim uzoq ekan. Davolanishlar samara berib, darddan xalos bo'ldim. Inson tushkunlikka tushib qolishi kerak emas. Ruhiyat butun tanani boshqaradi. Men o'laman degan fikr miyaga o'rnashib qolsa, muolajalar samara bermaydi. Bahrom Matchonov: men kasalman demaslik kerak ekan. Bahrom Matchonov o'zbek tomoshabinlariga Kichkina tabib, Oyijon, Shaytanat va Ilqaq filmidagi rollar bilan yaxshi tanish. 19 yildan buyon AQShda istiqomat qilayotgan aktyorni hayot ko'p bor sinagan. 2006-yilda unga limfomiya xastaligi aniqlangan. AQShga kelganimda deyarli ingliz tilini bilmasdim. Xorijda yashash odamlarga moslashishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Oradan 4 yil o'tib menda limfomiya xastaligi aniqlandi. Juda tez vazn yo'qotdim. Charchoq, holsizlik, ko'p terlash, og'riqlar, dard qanchalik og'ir bo'lmasin, odam o'zini qo'lga olishi, ruhan sinmasligi kerak. Bu xastalik bilan bir ikkita tanishim ham davolangan. Shu bois ruhiyatimni cho'ktirmadim. Amerikalik shifokorga ming rahmat. Garchi hujjatlarim bo'lmasa-da, ijtimoiy himoya xodimlarining yordami sabab bepul davolandim. Men kasalman degan fikr miyaga o'rnashib qolsa, tanadagi og'riqlar yanada zo'rayadi. Shu bois kasallik aniqlangan taqdirda ham men sog'lomman, kasallik meni yenga olmaydi deb o'z-o'zini ishontirish sog'ayishning eng mukammal davosi hisoblanadi, degan aktyorlar o'zlarining bergan intervyusida. O'zbek hamda jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Biz sizga doimo eng so'ngilari va eng saralarni taqdim etishda davom etamiz azizlar. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videoroliklar orqali yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling.